Assalamu alaykum hörmətli seyirmenler. Şiguna hayırlı olsun. Bugünkü söhbətimizə vaxtınızdan çıxıb qoşulğanlar üçün köp rəhmət. Mənim ismim Aytürk Taşbulat. Mən yaxın saylamdan 10-cu ayda bolğan saylamdan tanınıb çıxan Yoğur Amerika Birləşmiş Səyyahlarından birisi buluram. Mənə qoşulğan Zübeyra xanım var. Özünüzü qısqaça tanışdırıb ötənsiz, ya mən tanışdırayım. Siz tanıştırırsanız meyli eğer biraz soğuğunuzun cevap versem. Zübeyra xanım ve keyin bizge yakında bir neçə minutdan keyin qoşulam kelib qoyuldım. Roşin Abbas xanım bizge qoşulmoqchi. İkilisi bizning Uyg'ur davası üçün köp kuch chiqarib atgan muhim ayollardan birisi. Zübeyra Şemsiddin xanım Uyghur Kişilik Hüquq Qurultayıdan ve Uyghur Hareketi Dünya Uyghur Qurultayıdan Roşin Abbas xanım var. Lekin hazır ciddi bir yığın dep aldım. Keyin bizge qoşuluş mümkün. Lekin hazırcha biz söhbətimizni başlab versak bo'ldi deb qo'yildim. Bugungi so'zmoqchi söhbətimizni qısqacha tanıştırıb deb qo'yildim. Biz bugün Uyghur ayollarının özara hamkorlashishi nimalarni vujudga chiqara oladi degan savoldan boshlab ayollar ittifoqligi va birligining muhim ahamiyati haqida suhbat o'tkazmoqchi. Biz oldingi haftada Xalqaro erkinlik haftasida Germaniya Berlinda bir Uyghur ayolları diyalogu o'tkazildi va ikkilanlarga qo'shildilar deb qo'yildim. Qatılganlar. Bunu qısqacha so'zlab o'tganingiz bormi? Assalamu alaykum. Ben qo'shildim Ro'shan kirdi degan bilan yaxshi bo'ldi. Hozirda Aytürk qisqacha tanishtirib berdi. Sen xalq muhim bir yig'inda bo'lganligi uchun biroz kechikdi deb. Çok rahmet Aytürk bu faaliyetini o'rinlashtirganingizga, bu meshkimizni bu demek suhbat taklif qilib oldingi haftada bo'lgan shu dunyo xalqaro Uyg'ur ayollar dialogi haqida, yani Berlin erkinlik haftasida bo'lgan ba'zi bir ahvollar haqida so'zlashmoqchi bo'lganingiz uchun bu Berlin erkinlik haftasi bu mezgilimizde Ro'shan boshdan oxir shu Germaniyada, yani Berlinda bo'ldi. Nurg'un narsalardan meningdan jiq ahvollarga shohid bo'ldi, ham qatnashdi yig'inlarga. Men asoslig'im shu CFU'ninki, yani shu Campaign for Uyg'ur harakatiningki taklifi bilan shu nimaga bordim, ayollar davligi nimasiga borgan, haqiqatan bu xalqaro Uyg'ur ayollarininki bizning hammamizning birlashib shunday bir muhim yig'inda birlashganimizning o'zi hammamizga bir kuch quvvat madad bo'ldi. Bo'libmi mayli Ro'shan bo'lsin, mayli men bo'lay, yana boshqa bizning nurg'un xizmatdoshlarimiz, yani sabtdoshlarimiz, qarindoshlarimiz, do'stlarimiz uchun bu bizga bir nima deymiz, qaytadan bir energiya oladigan bir fursat yaratib berdi. Shunday bo'lganligi uchun sizning bu haqda so'ragan bu savolingiz nihoyatda muhim. Albatta bu bizning davoyimizda hozir eng ehtiyoj bo'layotgan narsa birlik. Eng cho'ng ehtiyoj bo'layotgan narsa o'zimizning mayli qanday bo'lsin, o'zimizning qo'limizdan keladigan yo'l bilan davoyimizga hassa qo'shish asosimiz bo'lib qoldi. Berlin ayollarning yig'ilishimiz birlikning haqiqatan qanchalik muhimligini, haqiqatan qanchalik bizning milliy davoyimizga bir kuch qo'shinni kirdiganligininki bir bishoratini, yani signalni berdi desam xatolashmayman. Albatta Ro'shanning bu haqda deydigan qo'shimcha gaplari bor deb qarayman. Shaxsan meningcha shunda. Shunda bo'lganlikcha azaldan tarixdan shunda bo'lgan. Mayli biz tariximizning burungi yillari ketib qolsa, mayli mazlum davrlari bo'lsin. Chunki 44-yildagi bizning Sharq Turkiston Respublikamiz jarayoni, shu qurilish jarayonida qon to'kkan, jon bergan Rizvonga xonimlar va boshqa xonimlar bo'lsin. Her zaman bizning milliy davoyimizda ayollarniki turişi, ayollarniki həssi istal çağlaydigan bir ahvol emas. Bu tarixdan desek bek buzurab ketimiz, barxandan toki hozirgi zaman qadar. Ama hozirgi vaqtda bu shu qirg'inchilik mezgilida bizning shu ayollarning shunday birlashib, hammamizning kelib shu yerda shunday bir muhim yig'ilishda bo'lganimizning o'zi
ajoyib bir kuchli nima qildi. Endi qolgan gapni men Ro'shanga beray, chunki biz ikkimiz birga bo'ldik. Chunki birimiz chaldi degan, birimiz to'liq bo'ldi. Marhamat Ro'shan. Rahmat Zubayra, Aytürk, rahmat şu programni o'ylashtirganingizga. Zubayra deb o'tganga o'xshash bu yig'in nihoyatda hal qilg'uch bir vaqtida o'tkazildi. Bo'libmi hozirgi xalqaro vaziyatga qarasak, ovozimizdan yeni kelyapti. Xalqaro vaziyatga qarasak, xalqarada Xitoyninki ta'sirining qanday bo'layotganligi, anandan qanday qilib butun kuchi bilan irqiy qirg'inchilikni yepish, yoshirish va o'zlarininki yolg'on bir tashviqotini xalqaroga qabul qilish uchun qanday qilib mayli musulmon davlatlarininki siyosiylar bo'lsin yoki jurnalistlar, muxbirlar bo'lsin, oliy maktab o'quvchilari bo'lsin, masalan shu Amerikadagi Princeton University'ninki shu tashviqot bo'limlarini taklif qilib olib borib bizning vatanga Uyg'urlar xushal-xuram yashayotidi degan bir sapsatini taqtiyotgan bir sharoitda yaxshi tasvirlab o'tdi. Bu qitimqi bizningki Berlindagi Uyg'ur ayollarining xalqaro yig'ini bo'lsa, Berlin erkinlik haftaligi o'tkazayotgan, Berlin erkinlik konferensi o'tkazayotgan, ya'ni shu konferensda shu kuni deganda echilishida Berlinning shahar boshlig'i, Germaniya parlamentining raisi, Germaniya ma'rif va oila ishlari ministerligininki ministri va Tayvanninki sobiq raisi so'z qilgan bir sahnada bir Uyg'urning ovoziga o'rin berilgan bir vaqtda o'rlashtirildi. Ya'ni men sharaf bilan aytmanki, bir sharoitda, bir xalqaro vaziyatda Uyg'urlar vakolatan bir Uyg'ur bo'lish sifatim bilan men shu sahnaga so'zga taklif qilinganimga Allohga minglar shukrlar bo'lsin deyman va bir Uyg'ur o'zini oddiy xizmatchisi bo'lish sifatim bilan Uyg'ur xalqininki dardini shundoq bir vaqtda, shundoq bir muhim sahnada anglatganimdan o'zimga sharaf his qilaman. Mana shu vaqtda biz xalqarodan 14 davlatdan kelgan Uyg'ur ayollari nihoyatda yaxshi xalqaro saviyada bir yig'in olib bordik. Chunki bizning zotda shu Berlinda bo'lishimizning o'zilammi ikki haqiqatni ko'z tutdi. Ya'ni Berlin temi hammamizga ayon. Berlin temi bo'lsa bir adolatsizlikninki oldida jim turganda, xalq jim turganda, ayollar jim turganda qandaq bir oqibatni olib kelganligi, ya'ni bir tomchiga bo'lib shuncha uzun yil shunday bir tarixni yoritib mavjud bo'lib kelaveradiganligi. Ikkinchisi bo'lsa zulmni va erkinlikni boqqan har qanday bir kuch, har qanday tom bir kuni cho'qim mag'lub bo'lishga majbur, ya'ni shu tom cho'kishga majburligini ifodalaydigan shunday bir sharoitda bizniki bunday bir yig'inni ochganligimiz Uyg'ur ayollarininki kuchi, Uyg'ur ayollarininki tirishchanligi bo'ladi. Chunki Xitoy bu irqiy qirg'inchilikdan navbatda Uyg'ur ayollarini eng qattiq, eng ashaddiy, shiddatli bir nishonga ilyotadi. Chunki bir millatni yo'qotishmi ayollardan boshlanadi. Ayollarni nishonga olganda bolalar tug'ilmaydi. Hozir ayollarimizni majburiy tug'mas qilyotadi. Majburiy Xitoylarga to'ylash qilyotadi. Majburiy bolalarni tushiryotadi. Xitoy elib ketib bordi. Hamda muhojiratdagi Uyg'urlarga, Uyg'ur diasporasiga kelsak, Uyg'ur millatini tirik tutish, bir oilani oila qilib turish, bolalarimizni tarbiyalash yanılan Uyg'ur ayollardan boshlandi. Shuning uchun biz
ayollarning bu davadagi ahamiyati, muhimligi, o'rni, haqqini haqiqiy berish uchun bundaq bir yig'inni tashkillagandik. Ham nihoyat muvaffaqiyatli ochildi. Berlin xitobnomamiz Uyg'ur ayollarining Berlin xitobnomasi bo'lsa, 20 tilda nurg'unlagan xalqaro tashkilotlarning, ya'ni shu vaqtda biz e'lon qilgan 82 xalqaro tashkilot chiqyotdi. Yana imzo ilyapmiz. Ashuncha ular shaxslarningki qo'llashi bilan e'lon qilindi. Rahmat. Pek yaxshi qildingiz, rahmat. Pek ma'nili ish yoktu. Shu sizning to'pini qo'shganingiz uchun ko'p rahmat. Pek yaxshi sizlarni ayrılışımızmı bütün dünyanın her qanday yerdə hazır Uyğur ayollar töplen qoşuyadır hazırlıqda davarımız üçün. İşkinlar bolsanlar, boptu Amerika, Avrupadan, Asiyadan, başqa yerlərdən mınca qayramlar var. Həminlərin bir yerə gəlib bu müşündə mühim paytda müşündə qılınış keraklik mühim tema so'zlashganlar pek yaxshi bo'pti. Bu siz tashkillangandan keyin Ravshan Abbas xonim 2 kun o'tkazdik degandingiz. Bu vaqtda esingizda qolgan muhim ishlar ya o temaga kirishning oldida men boshdan shu Uyg'ur ayollarining davodagi o'rnini, rolini, rahbarligini yana bir qatam muayyanlashtirishni xohlayman. Ya'ni mana men hozir aytish sharaf bilan Zubayra bilan bu sahnani paylashyapman. Zubayra bo'lsa o'sha da'voga mayli Avstraliyada bo'lsin, mayli Amerikada bo'lsin, hatto uning oldidagi mayli vatanda bo'lsin, Uyg'ur davosiga butun vujudi bilan kirgan va qo'lidan kelgan butun tirishchanligi bilan ta hozirgacha butun hayotini o'sha da'voga bergan birisi. O'shundaq bir do'stimning bo'lganligidan, sabdishimning bo'lganligidan men faxrlanaman. Endi biz har vaqt bir narsani esimizda tutishimiz lozimki, men so'rgan temaga javob berishni oldida men bizning kichikgina so'zlab o'tmoqchi. Biz ayollarni ko'pincha hollarda boshqalar bizni shikoyat qiluvchilar yoki bo'lmasa ish qilolmaydi yoki bo'lmasa har turli bizning rolimizni kichikiltib ko'z tutishga tirishgan ahvollarni ko'ramiz ba'zida. Men bir o'zim yaxshi ko'radigan bir so'zni qilib o'tay bu yerda. The future doesn't belong to those who complain. It belongs to those who create, who build, and who dares to shape what comes next. Men qisqacha kelgusi degan shikoyat qiluvchilarga tava emas. Ya'ni kelgusi deganimiz yaratuvchilarga, ijod qiluvchilarga va kelajakni shakllantirishga jur'at qiluvchilarga tava. Biz Uyg'ur ayollariniki sabrimiz bor, biz sabrchan. Biz boshqalarni hurmat qilamiz. Boshqalarning haqqini beramiz va haqsizlik qilmaymiz. Biroq agar biz haqsizlikka uchrasak, biz haqsizlikka uchraymiz, fursat yaratamiz, qurollar va har xil turli suplarni yaratib qilayotgan ishimizni texmi yaxshi qilib olg'a ilgarilaymiz va da'vo qilishning har xil yo'llarini ijod qilamiz. Qilmaymiz deguchilar bo'lsa, bundaq sharoitda biz Uyg'ur ayollari ularga haqiqiy kuchimizni ko'rsatamiz va borlig'imiz bilan biz cho'qim muvaffaqiyat qilishga tirishamiz. Masalan, Zubayra bilan Suriya va dunyoning ham yerdagi bu Germaniyadagi nurg'unlagan xonim qizlar, bu mukarram Qurbon Kanadadagi va nurg'unlagan yoshlarimiz Amerikadagi, Yevropadagi, Avstraliya, Kanada har yerdagi ashlar birlikda biz bir ovoz bir qadamni shu cho'ng bir namoyishni qilgan vaqtimizda bizga shundoq so'q suvlar sepilgan qilolmaysizlar yoki qanday bo'lgan. Shu sababdan biz mana 22 soat dunyoga ovozimizni yangratdik. Bu qaytda mana
2 gün, birinci günü naiti xalqaralıq səviyyədə Uyğur olmayan her Avrupa'dan, Amerika'dan, her yerden teklif kılıp ekegen mutaxassisler, siyasiler ministerligide yardımcı minister olan bir kişi. Aşının oxşaş ve mecburi emgekni tədqiq qılıb atqan, mecburi emgek toğrusunda investigative journalism nemis şəkil bilen tekşürgücü muhbir buluş sübti bilen nurgunluğun maqalan yazıp Xitayning Uyghur mecburi emgekini paş qılıb atqan Daniel oxşaş ve Mesih Alinejad ve Leonardo Lopez degan Venezuela'nınki eğer bir demokratik devlet bo'lgansa şu devletke reis bo'ladigan ve reis bo'lib saylandigan vaqtida turmaga kirib solab 7 yil turmada yetib chiqqan bir kishiniki aqalliq. Aslında Mesih Alinejadga o'xshash, Lenianga o'xshash, anandikin Germaniyadagi Axel Springer degan erkinlik Foundation, Freedom Foundation'niki başquruvchisi ve icra direktörü bo'lgan Antiga o'xshash, anandikin Tayvan tashkilotlarining raisleri ashta qilib shundaq endi Germaniya tashqi ishlar ministerligidan atam keldi bo'lgan, ya'ni ko'z naytı danlıq bir tonulgan bir bo'lgan Dünya Uyghur Qurultayınınki birinci sobiq raisi bo'lgan bizning Uyghur milliy harakatimizning da'vorimizning lideri muhtaram Erkin Altekin Efendi bo'ldi yanımızda. Mushundaq nurg'un muhim odamlarniki qatnashishi bilan naytı dag'dug'liq holda etishini qildik. Anandan 4 tane naytı muhim bo'lgan hozirgi shu navbatda bo'layotgan ve Uyg'urlarning beshiga kelayotgan hozirgi zulmlar ve bunu biz qanday qilib dunyoga anlatamiz, xalqaro tashkilotlar ve inson haqlari tashkilotlari bo'lsin yoki hukumatlar bo'lsin, ularning bizga qanday sahip chiqishini qo'lga keltiramiz degandek nurg'unlagan yaxshi bir yuqori xalqaroliq seviyede bir konferans bo'ldi, Uyghur ayollarının konferans bo'ldi. Andan keyin men buningda Dünya Uyghur Qurultayı fondining raisi G'ayurga o'zimga cho'nqir rahmatimni bildirib aytaman. G'ayur ashada shundaq so'zlagan inglizcha bo'lgan temalarni tarjima qilib bizniki xonim qizlarimizga yetkazdi. Şu anda umumyüzlük aytganda şu Zubayradek, Rahima Mahmuddak ve dünyanın her yerden kelgan nurg'ulg'an xonim qizlarimizniki o'rtaq hamimizniki ovoz qo'shishi bilan ikkinchi kun Uyg'urchada bo'ldi. Uyg'urchadami Zubayra so'zlab o'tsa bo'ldi. Ikkinchi kundagini yana bir qatam ekandakda yana bir qatam men bizniki shu faaliyetimiz için arkada durup, aldıda durup toxtamay bizga rıg'bat bergan, bizni qo'llagan bütün shaxslar, tashkilotlar hammasiga rahmat aytaman. Iqtisodiy jihatdan biz GoFundMe'ni qilgan vaqtimizda $10,000 bizga iqtisodiy jihatdan yordam bo'ldi. Buningda oxirgi bütün kuchi bilan bizning shu nimamizga, nishonimizga yetishga yordam qildi. Undan keyin Mukarram Qurban qayta Mukarram Qurban'a rahmet deytime. Bütün vücudu bilen 2 ay birden her bir adamga telefon qilib mayli programma, yig'inin yig'ilishi, mayli keladigan ketadigan, yotoq o'rlashtiradigan hamma ishning to'liq uddasidan chiqdi. Buning uchun men sabdishim Mukarramga men yana bir qator rahmat. Rahmat. Men sizning shunday muhim malik bir faaliyetni tashkillab va bunchalik shu muhim temalar to'g'risida so'zlash bir kursini qurib olganlar uchun ko'p rahmat sizlarga. Ana Zubayra Shamsiddin xonim, siz Amerikadan uchib berib qatnashganingiz va
Muşuna bir mühim faaliyyatının bulupmu Uygur ayallarının muşkin günlerde berip atkan küreşleri üçün bek mühim bir faaliyyata koyuldum. Lekin bunu bulmuşsun ruhi jihatdan sağlam buluş bek mühim dep koyuldum. Ve bizning bugün asas temamiz maşı ruhi sağlamlık to'g'riliqda. Bu to'g'riliq faoliyatni diyaloglar o'tdimi ve sizning o'zingizning bu faoliyatda bu to'g'riliq ve boshqa shunda muhim Uyg'ur ayollarga sizning esingizda qolgan ishlar bo'lganmi bu to'g'riliq bir so'z o'tsangiz bek yaxshi bo'ldi. Rahmat aytdik. Nayt bir yaxshi muhim savolni sordingiz. To'g'ri deysiz. Chunki insonlarning sağlam benden sağlam fikir, sağlam akıl bo'ladi degan bir gap bor. Biz o'zimiz sağlam bo'lmasak, oldindan o'zimizda bir kuchlik bir cho'nqir sağlamlik bo'lmasa, boshqa hech qanday ishga sağlam fikr qila olmaymiz yoki sağlam yo'l boshlay olmaymiz yoki sağlam bir qarachiqlik ayollarninki dialogiyan ayollarning yig'ini unda aytganda umumyuzlik o'zimi bizga bir xil sağlamlik tarafdan cho'ng bir foydasi bo'ldi desak bo'ldi. Chunki biz Uyg'urlar bir gap insonning hidini inson oladi debchi. Ba'zi vaqtda nurg'un narsalar, nurg'un bir ishlar, hatto tushunishmasliklarning hammasi shu yaxshi bir-birisi bilan yaxshi aloqa qilmaslikdan, muldashmaslik kelib chiqadi. Shuning bilan insonlarda bir yo'qlan hech qanday arzimaydigan bir yerlardan bir puchak chiqib, u bo'lib deganda cho'ng masalalarimizga, bo'lib davo masalalarga ta'sir qiladigan ahvollar chiqadi. Ya'ni biz mush 2 kunlik yig'in jarayonida eng cho'ng bir narsani o'tirib qo'ygan Ro'shanning so'zidan bor, undan keyin yana bir boshqa millat qatnashgan bir mutaxassisning so'zlari bor. Shu davoni kasbiylashtirish masalasi haqida. Chunki biz o'zimiz vaqtda biz o'zimizga shaxsiy dardlar yoki shaxsiy o'zimizga bearomchiliklarni davoning ichiga kasbiy xizmatning ichiga kirgizgan vaqtlarimiz bo'ldi. Shu yig'inning yana bir ahamiyati shu. Bizning o'zimizniki kasb bilan shaxsiy hayotimizni bir-biridan ayirishimiz, kasbiy muomala bilan shaxsiy muomalaning farqini tushunishimiz degandek shunday masalalar muzakkir bo'ldi. Shulardan xush bo'ldim. Bay Ro'shanmi deb o'tgandek, ikkinchi kundagi masalan butunlay Uyg'urcha bo'ldi deb, endi men shu Uyg'urcha bo'lgan, shu Uyg'ur ayollarning ichiga cho'kkan vaqtimdan rasmida faxrlandim. Chunki biz jiq vaqtda mayli Ro'shan bo'lsin, men bo'lay Rahima bo'lsin, shu inglizcha boshqa chet ellikning tilini bilganlar bizga kerak, chet elliklar bilan deb chet elliklarning nemisiga davanimiz kirkitib, o'zimizning Uyg'ur xalqi, bo'lib o'zimizning qarindoshlari, ayollarimiz, sabdoshlarimizningki nurg'un narsalardan jiroqlab ketganligini his qildim men rost gapni desam. Biz ikkinchi kundagi shu dialog nemisida biz ayollar birga keldik hammamiz. O'z ana tilimizda, o'z yuragimizdan chiqarib, yana bir faoliyatchi, davoning boshchilari, nemlari, yordamchilari, qo'llovchilari bo'lib qolmay, biz u yerda bir onalar, bir qizlar yoki bir do'stlar sifatida har xil tarafdan fikr almashtirdik. Bu fikr almashtirishda haqiqatan bizniki sog'lomlik tarafini aytgan vaqtda meditation edi inglizchada. Biz o'zimizni Uyg'urcha bilmaganda biz o'zimizga bir xil ruhiy madad berdik bir-birimizga deb. Shunday tushundim. Shunday menimcha Ro'shanning fikrim o'xshash bu tarafdan masalan sizlar ko'rmagan yoki biz anglamagan bir narsalar bildingizmi bir ta'sir qilgan ish bo'ldimi deb. Menga ta'sir qilgan bir ahvol bo'ldi. Biz ikkinchi kunda har birimiz jozlarga guruhga bo'linib, u yerda o'zaro bir-birimiz bilan fikr almashtirdik. Har bir jozda bir tema o'xshamagan temalar bo'ldi. Shu temalar atrofida so'zlashdik. Masalan, mening jozamdagi temada so'zlashga vaqtda o'z aslida vatanni bir o'rta maktab o'qituvchi ishlagan ayol ekan. Demak, hayotining butun hammasi ma'rifga bag'ishlangan. Uyg'ur millatining ma'rif saviyasining bizniki shu ma'rif tarafini yetilishimizning naqadar muhimligini, vatanni qadrini yetib, shu ilm berib xalqimizga shunday kelgan bir ayol ekan endi. Mana shu ayol bizning hozir davo sepimizda ekan.
Shu ayol emas, shu ayoldek menimcha kirming bizning Uyg'ur xonim qizlarimiz bor. Shaxsan men shuncha yil Germaniya turgan o ayol, men shuncha yil necha qitim bordim mushta yig'inlar kun o ayolni ko'matganman. O'ziniki tajribasini nimalarning muhimligi masalasida, o'zini kutadigan masalan bizning rahbarligimizning kutadigan masalasi. Uningki davaniki xilma-xil yo'llari bor deb tushundim. Shaxsan men haqiqatan bundaq yig'inlar qatnashmadim, burun qatnashmagandim. Men o'zim butun kuchim bilan yana shu ma'rif o'zimning qo'limdan keladigan eng yaxshi ish qila oladigan eng yaxshi ishim. Men shu maktab Uyg'ur til maktabini qurdik. Shu Uyg'ur til maktabiga butun kuchim bilan dars berib, bizning kelgusi avlod saqlab qilish, ya'ni o'zimizning millatimizning kelgusini saqlab qilish mushu ish uchun xizmat qilyapman. Ammo mening shunda faoliyatlar qatnashmaganligim yoki bormaganligim deganlik bundan xabarim yo'q yoki u ishlarni bilmadim deganlik emas. Shu oldingi safqat mong'ollarning hammasi bizning kutadigan umidlarimiz bak yuqori dedi shu xonimning o'z og'zidan degan. Bak yuqori. Shuning uchun biz hatto albatta insonlarda xatolik o'tmay qolmaydi. Biz hammamiz payg'ambar emas va yoki nuqsonsiz inson emas. İnsonmiz. Biroq biz shaxsan shunday yerda turib butun kuchimiz bilan yuragimiz bilan kelgusimizni qo'g'daymiz. Bir kun vatanimiz erkin bo'lgan vaqtida vatanimizda shu biz tarbiyalagan bolalarimizdan qaytib vatan quramiz degan insonlar oldimizda turganlardan bak cho'ng umidlar. Sizlarning hatto bunda o'ylasam ba'zi vaqtda hammanglarning mukammal bo'lishinglarni xohlaymiz. Mukammal bo'lganda hech qanday xatolik o'tkazmasliginglar kerak deb hatto shuni kutamiz. Mayli u shunchalik oz bo'lsin, cho'ng bo'lsin, oldimizda turganlar bizni da'vat tarafdan yetaklab qolmasdan bizga bir rol model, bizga bir ulgu bo'lishinglar kerak degan shunday bir umidlar turamiz. Shuning qildim qiqlik etib qolsa, shu biz bak umidsizlanib ketadiganmiz shu vaziyatdagilarga. Shundaq narsalar bo'lsa, hamma narsa ochiq oshkora, haq adolat ochiq oshkora xalqimiz ko'radigan shunday bo'lsa deb maslangan bu yerda hammadan ayon demay yo'q. Swedendagi qurultayga 20 yil ishlagan Dilshod Rashidni shpion deb tutgan vaqtida hushimizdan ketdik deydi. Buni shundaq ahvollarni anglamasak ko'rmasak, shundaq ahvollar mavjud bo'lmasa davasida. Masalan, bizning eng ishongan butun yuragimiz bilan biz bayroqni birga ko'tarib vatanga boramiz degan ba'zi rahbarlarimizning texnik biz o'zsizlangan shunday ahvollarni angladi. Bu shundaq ahvollar aslo yuz bermasa degandek, shundaq bir samimiyda uni bir nima qilish emas, bu shundaq taraflarda nima qilamiz, ammo u ayolning birdan bir mana shundaq umid berib deganimiz biz ayollar shundaq qila olamiz. Chunki biz ayollarning qo'lidan keladi. Ayollar bir ishni kallasiga qo'ydimi, to'g'ri men shu yo'lda boraman desa, shu ishni qila oladi. Shunga garchi men bu hammaga, hammasiga undaq butun qatlamga bizning organlarimizga nimaqadar undaq layoqatim bo'lmasmi, qilmasmi, boshqa yo'lim bo'lmasmi, ammo sizlardek shunday ayollarning shunday fursatni yiqqan organ, shu Uyg'ur organimizning maxsus shu ayollarning yig'ilishini qilganlarga rahmat. Men shunday xush bo'ldim deb men ishim to'kdi. Huzurlandim rost gapni desam. Chunki bizda ayollarda unda jur'atlik, yaxshinimi, yomonimi har narsani deb turib, biz kelgusi mundaqsa Bayqu Roshanning bir fikrini aytdi to'g'ri. Hozir biz agar o'zimiz to'xtab o'zimizni davomli yashaymiz, bu ishni turishimiz kerak, yangidan tirilishimiz kerak. Invention, ya'ni yangilik yaratishimiz kerak. O'zimiz yo'l yasashimiz kerak agar yo'llar bo'lsa. Agar burun yasagan yo'llarimiz bilan qamlashmay qolgan bo'lsa, uni tuzatishimiz kerak. Bu biz mangmaymiz shu bir nimada xuddilqi duglakning ichida bo'lgan chashqonga o'xshash bir yana orqasiga chiqolmaymiz. Lekin bizning da'vo undaq nima emas. Endi men ikkinchi masalani aytdim. Chunki biz undaq qilqi beshiq chiqolmagan kirmadik. Bizning da'voda men aytdim umid bor. Umidvorligimizni naydan 3-chi kundagi Uyg'ur harakatininki yoshlarni tarbiyalash kursininki eng oxirgi bir qismiga kirdim. Bu shu cho'nglarninki, ya'ni biz senior bo'lib qoldik hozir. Cho'nglar bilan yoshlarniki, ya'ni sizlar aytdirik.
sizlarga o'xshash ashula yoshlar o'tirdiki bir rasmiy samimiy bir munozara, ya'ni mulohiza bo'ldi bu yerda. Nihoyatda samimiy. Men shu suhbatdan nihoyatda faxrlandim rost gapni desam. Men umidni ko'rdim. Xuddi o'zimning bolalaridek bizning bolalarimiz oldimizda o'tiradi. Shunday qo'risham. Bizning bolalarimiz oldimizda o'tiradi. Ammo bizning bolalarimizningki o'y fikrlari, ularning mulohizalari, so'ralgan savollari, ularning ishlarni bir taraf qilishlar yoki bir ishlar qilgan qarashlar, qanday tadbirlarni qo'llanamiz deyishlari bizga qaraganda yangicha. Bizga qaraganda o'tkir. Bizga qaraganda ba'zi bir nimaları nihoyatda cho'nqur. Albatta unda deganligimiz butun burunqilarning hammasini yo'q chiqaringlar deganlik emas. Biz tajriba jihatganda albatta biz bak tajribalik, chunki yillar oldi biz hayotimiz uchun bizlar emas, nurg'un davası bu da 49 yillik Xitoyning quvog'idan beri bu davoni davom qilayotgan bayroqdorlarimiz ko'p. Ammo bizga qo'shal qiladigan narsa, demakki shuncha yillar, qanchalig'an yillar biz ko'tarib kelayotgan aqida qilgan o'shandan bir natija. Demak, bayrog'imiz mana shular ko'targanda. Mana kelgusida biz hozir nima qilib kelsakmi, o'lib kelsakmi, biz izimizni bosgan izbosarlarimiz barkan mana Allohga cheksiz shukrlar degan bir umidni berdim. Endi bu bir kuch, chunki ayollarning hech qaysisi qarg'u emas, o'y fikrsiz emas, ular harakatsiz emas. Gerçi hozir davoning sifatida ko'rinib turgan 5, 6, 7, 8, 10 ayollar bunday nima qilganlar, qolgan ayollar jim yetibdi deb o'ylasa Uyg'ur xalqini bu xato. Bizning sonsizlig'an ashundaq nomsiz sahnaga chiqmagan yoki o'zini ko'rsatmagan yoki yig'inga qatnashmagan nima qilmagan mana ashundaq. Men birinchi qaytdim, nurg'un jangovar xonim qizlarimiz bor ekan, nurg'un jangovar avlodlarni yetishtirdi. Bu jangovar avlodlar bizning kelgusimiz, ya'ni bizning emas. Demakki, yig'ib aytgan vaqtida biz bu 3 kunlik, men 3 kunlik desam bo'ldi, 2 kun ayollar mashg'ullar, yoshlar tarbiyalash kursi. Bu 3 narsa bizga shuni menga shaxsan shunday bir darsni va yoki shunday bir yakunni berdiki, bizning kuchimiz bak mavjud. U sal qaraydigan kuch emas bizning kuch. Bizga kuch sal qaraydigan kuch emas ekan, demak bizning ashunda avlodlarimiz mangu uzilmay yetishgusi. Rahmat Zubayra xonim, pek muhim temalar to'g'rida to'xtadingiz. Mening uchun yaxshi bir dars bo'ldi, buni anglaganim xo'sh bo'ldi. Men o'zim faxrlanib ketdim, bilmay shunday muhim bir yig'inning bir bu qatnashib sizlar bilan suhbat o'tkazish mening uchun bek sharafli ish bu. Men qarab qo'yildim, agar savolinglar bo'lsa yozib qo'yinglar. Chiqqanini men so'rayman, lekin bundan burun Roshan xonim sizdan yana bir savol so'ray deb qo'yildim. Zubayra xonim bek muhim tema to'g'risida to'xtalgan, yaqinda chiqayotgan yoshlar bor. Har xil sohada rasm chizish bo'lsin, videolashish bo'lsin, texnik bizning hikoyamiz boshqa tunishish uchun kuchli kunlarda o'zining kuchini chiqaryapti deb qo'yildim. Lekin faqat o'zining kuchini o'zicha kuch o'tkazib kuch chiqarishlar muhim bo'lsin-mu, hammasining birga kelib birlashib bir-birisiga ruhiy jihatdan yordam berish bo'lsin, ya hayotda kerakli mushkulliklarda yordam berish bo'lsin, bak men deb o'ylayman. Siz bu to'g'riliq shundan necha yillardan beri kuch chiqaryapsiz. To'g'riliq ayollarning birga kelib birlashib bir-biriga yordam qilishning muhimligi to'g'risida bir qisqacha so'z aytsangiz bak yaxshi bo'ladi. Rahmat Aytürk. Biz haqiqatan ayollar nihoyatda kuchli, jasoratli bir millatning yo'li, kelgusi. Zubayra nihoyat yaxshi tasvirlab o'tdi. Yoshlarimiz bor, yetishyapti. Shu yoshlarımızın yetişip, muşunda holatga kelishi shu onalarninki,
ailenin tərbiyəsi bilan başlanğanlıqnınki nəticəsi. Bu yerdə ərlərin rolunu minimize etmək törəki, amma ayollarning rolunu tang. Shuning uchun har vaqt biz ayollarning haqqini berishimiz lozim. Ana lekin bu programma bizningki shu 5-6 yilning oldida men sharaf bilan deymanki, Uyg'ur harakati tashkilotimiz bu Uyg'ur Wellness Initiative'ninki qurg'uvchi muhim. Shuning uchun men kichkina bir narsani bir deb o'tay dedim. Ruhiy sog'lomlikningki bir muhim bir qismi hasaddan xoli bo'lish. O'ziga ishonch yaratish, sabdoshlarga ishoshlar, bir-biri bilan haqiqiy samimiy holda bir-birimiz bilan hamkorlashishimiz, qo'llashimiz, bir-birimizni qo'g'dishimiz lozim. Mening dadam rahmatli Abbas Burxonning o'ziga ishonchi bo'lgan va o'ziningki hamma tarafdan boshqalardan faqatlanmi o'ziga ishongan va har qanday ishni butun tirishchanligi bilan qiladigan, o'zining iqtidoriga, tirishchanligiga ishongan odamlar atrofidagi do'stlarga hasad qilmaydi va do'stlarini, sabdoshlarini maqtay oladi va ularni qo'llay oladi. Ularga sodiq bo'la oladi. Endi bu da'vo bizning da'voyimiz bir odamning yo bir tashkilotning da'vosi emas, bir shaxsning emas. Bu hozir har qanday bir davlatda partiyalar usti, hatto davlatlar usti bir da'vo bo'lyapti. Anadagi bir xalq naqsi bor, g'oyasi o'xshashsa uchrashar yo'lda deydi. Biz mana Zubayra bilan maktabda o'xshash vaqtida o'qigan nurg'un sabdoshlar bizning mujodilamiz bizni birlashtirgan, mana hozir shu vaqtgacha 40 yilning billa. Shunga endi meniki deydiganim, biz hech kimning haqqini yemasligimiz, bir-birimiz bilan hamkorlashishimiz lozim. Shunda qilganlarni biz faqatlarmi o'zimizga samimiy bo'lganda atrofimizdagilarga samimiy bo'la olamiz. O'zimizga ishongan vaqtimizda biz bilan hamkorlashib ish qilayotganlarga ishonamiz. Shunda qilgan vaqtimizda vijdonimiz rohat bo'ladi. Yo'limiz ochiq bo'ladi. Ana degan xalqimizning duolari bilan bo'ladi. Shu men qayta ta'kidlaydiganim, biz hozir Xitoyninki transnational repression deymiz, davlat xalqigan davlat xalqigan bostirish. Bu sababli nurg'unlagan 6-7 yilning oldi oilalarininki da'vosi uchun da'voga kirgan nurg'unlagan kishilar hozir yo'q aramizda. Shuning uchun biz kendimizdeki nurg'un bir kuchli bir to'plamni oldiga chiqib jasorat bilan shu da'voni qilayotgan yoki shu fursatga ega bo'lib bu millatning ovozi bo'layotgan, chaqiri bo'layotganlar sanoqli. Buning ichida ayollar texnik sanoqli. Shuning uchun meniki rijoyim ayollarninki roli sideline bo'lmasin, ayollarninki qilayotgan ishlari roli, da'vodagi muhimligi har zaman tang tunilib, tang elib berilsin. Buni menimcha bu da'vatga bizning nurg'un sabdoshlarimiz o'ziga mutlaq ishonchi bor, tirishchan kishilar. Shuning uchun biz bu yo'lda birga, bizning faqat va faqatli birla dushmanimiz bor. U bo'lsa-mu Xitoy hukumati. Shuning uchun bu yo'lda biz birga. Men davomli shu gapni ta'kidlab o'tishni xohlayman. Undan keyin bizning boy bir qisqa deb o'tdik. Berlin xitobnomamiz bu 30 yilning oldida Beijingda xalqaro
növbətlik ayollar qurultayını içib, bütün dünyanın gözünü boyab, Xitay yalğancılıq qılıb, ayollarning haq huquqi deb e'lon qilgan bir muncha sapsatlarga qarshi biz bu bayonotnomani e'lon qildik. Shu bayonotnomamizning oxirida 20 tilga tarjima qilib, inglizchadan boshlab başlanıştı. Albaniyaca, Yaponca, İspanyolca, Fransızca, 20 tilda biz yazıp koyduk. Kitapnama. Aşı 20 tilda biz en ahiri Uygur ayollarının haqiqiy haq huquqi erkinligi faqatlama bir hür ve müstakil Şarkı Türkistan'da kapalatga ega bo'ldi. Deb dunyoga xitob qildik. Bu yo'lda hammamiz, bütün ayollar, bütün davadagi sabdoshlarimiz samimiylik bilan bir-birimizni qo'llab birga mangayli, mening rijoyim shu. Shunday vaqtimizda mental health jihatdami biz sog'lom bo'lamiz, yaxshi uxlaymiz, ko'nglimiz rohat bo'ladi, ham oilamizga, sabdoshlarimizga baxtli his qilamiz. Rahmat. Peki yaxshi muhim so'zlarni qildingiz, rahmat. Bizning seyirmelerden bir savol kelibdi. Germaniyalik ayollarning suhbat yig'inida xonim-qizlarning jinsiy parokandachilikka uchragan ahvolda qanday qilishi va o'zini qanday qo'llashi kerakligi haqida suhbat bo'ldimi deb. Ishkinglar qaysinglar ismlar kelsa agar so'z yapasanlar. Bizdeki Dünya Uyghur Qurultayı'nın Sarajevo'da o'tgan yili 2024 ayda o'tkazilgan qurultayda ko'ngillardek nurg'ulg'an Uyg'ur ayol rahbarlar saylandi. Dünya Uyghur Qurultayı'nın tarixida birinchi qatim ijroiyaning raisi bir ayol kishi bo'ldi. Mana Zubayra o'tgan qatim muavin rais bo'lgan, bu da yana bir muavin raisimiz ayol kishi bo'ldi. Ham shu biz Sarajevo'dagi Dünya Uyghur Qurultayı'ninki bizniki shu General Assembly'nin deymiz, umumiy yig'inimizda biz shundaq nima sexual harassment siz chiroyli deb o'tdingiz, uyg'urcha esimdan chiqadi. Shu jinsiy parokandachilik bo'lgan chog'da buni qandaq report qilish, qandaq bir taraf qilish mexanizmimizningki biz prosedurlarni, qoidalarni, nizomlarni yezib o'tirda bütün vekillerimizin aldida o'tkazdik ve onu biz tor betimizde e'lon qildik, Dünya Uyghur Qurultayı'nın tor betida. Shuning uchun bu tema her zaman her yerde hamma odam uchun ochiq. Bu 2 kunlik, 3 kunlik Berlindagi yig'inlar jarayonida bu tema bir masala bo'lmadi. Rahmat. Men just Roshanga qo'shimcha qilib qo'yay. Hech qanday bu temada masala bo'lmadi, ammo biz ayollar ya'ni o'zaro samimiy bir suhbatlar bo'lg'ashqa, albatta ayollar o'tirib qo'ydi. O'tirib qo'ygan ayollar bormi shu masala haqida-chi? Undan keyin biz bu haqda u yerda so'zlashib, nima Roshan oxirgi xulos so'zlim dedi, hamma nimasi dedi. U bizning Uyg'ur ayollarga u aniq narsa. Har qanday Uyg'ur ayol unda jinsiy parokandachilik masalasi ashunda bir ahvollar bo'lgan vaqtida uni qabul qiladigan undaq emas biz xonim-qizlar. U bizningki tariximizdan dinimiz, axloqimiz, milliy axloqimiz, diniy axloqimiz undaq aslolig'ida yo'l qo'ymaydi. Shunda bu fikr aniq deydi-chi. Deganlarning hammasi oq-qora aniq. Bizda agar ashunda ahvollar bo'lsa, biz hech qachon uni bir qabul qiladigan Uyg'ur ayollari unda emas. Uningda ularning maydoni fikri aniq ekanligini deyishdi deydi. Rahmat. Men ikki tarafda ham yoshlarning ham ayollarning ikki konferensda yurgachga men uni anlamay qoldim. Rahmat Zubayra. Rahmat, pek yaxshi javoblarni beringlar va shunda ma'nilik suhbat bo'ldi mening uchunmi. Bizning vaqtimiz bilan o'tib qoldik, lekin eng oxir bir savol so'ray deb qo'yildim. Biz bir suhbatimizni bir nuqta qo'yish uchun ishkilinglar bu Uyg'urlarning davosi uchun jiq kuchlarni qo'shdinglar yillardan beri, o'zinglarni jiq ishlarni u yoqqa yugurib yurib vaqtinglarni sarf qildinglar va buningdan qo'shilib bu Uyg'ur ayollarining en başta davanın aldığı küçük çıkarıvatkanlar olsun ya öyde bizni qo'llayotganlar bo'lsin, hammasi jiq kuch chiqaryotdi, jiq kurashlarni qilyotdi deb qo'yildim va bular uchun
temamizga qaytib barsak, ruhiy sog'lomlikning qanchalik muhimligini hammamiz bilamiz va bu to'g'riliq jiq suhbatlarni qildik. Mushuna mushkul kunlarda kichik normal ayollarning normal hayot qila oladigan va o'zi kichik xo'shalliklarni qitib ruhini texmi sog'lom qila oladigan buning uchun fikringlar bormi yo qanday qilsa sizlar o'zinglar qanday buni o'zinglarni sog'lom tutishga qila olasizlar deb bu to'g'riliq savol so'ramoqchi edim. O'zinglar qanday o'zinglarning hikoyanglar yo o'zinglarning bishinglarni o'tgan ishlarimizga so'zlab o'tgan bo'ldi. Men başlay bunu çünkü hazır men texayada pasta jığında birisi bilen muş to'g'risi so'zlab chiqqandim mana şu ayol shunaqa bir savol so'rgan desam qandoq qilib mana seni biz o'tgan hafta ayada ko'rdik endi Washington ko'rdik birdan deb yakapsa atdilik Jenevga bordi ekansa qandoq qilib bunda sog'lom tura olaysa deganda men shunga javob berganman shu javobimni beray. 7 yil 2 ay 10 kun shunchalik vaqt bo'ldi mening hadamniki tutilib ketganiga. Hadamni tutib ketgan vaqtida Xitoy mening ovozimni bo'g'moqchi bo'ldi. Menga haqsizlik qildi. Albatta bu Xitoy hammadamga haqsizlik qilyapti. Ammo men har bir qatim haqsizlikqa uchragan vaqtimda butun kuchim bilan soldiraman. Men o'zimni sog'lom tutish uchun men shu haqsizlikka qarshi butun kuchim bilan tirishchilik ko'rsataman. Buni zodi 40 yilning oldida Şinjan Üniversitesi'de o'quvchi vaqtimda 85-yil 12 dekabrdagi namoyishga sabdoshlarim bilan birga ashunga boshlamchilik qilgan vaqtlarimda shu hissiyat bilan qilgan Amerikaga kelgandan keyin Amerikadagi 36 yillik hayotim shunday o'tdi. Hozirmi mana mening butun kuchim bilan vatan millatninki ovozi bo'lib har yerda shu xalqimizga irqiy qirg'inchilik bo'layotgan Xitoyninki bizni mustamlika qilib taqamasdan bugun yashash haqqimizni elayotgan shunday bir jangda biz bir mujodilaning ichida bir jangda. Bu jangda qancha ko'p tirishchilik ko'rsatsam, qancha ko'p sabdoshlarim bilan, do'stlarim bilan va ayollar bilan qancha ko'p hamkorlashib temalarga o'xshaydi. Men bu temani bak yaxshi ko'rib, garchi men yig'inda bo'lsammi, tushlik tomoq vaqtimda bo'lsa-mu buni qilay deyishimning sababi shu. Biz bir-birimiz bilan kuchlik. Yolg'iz otning chang'i chiqmas degan gap bor. Biz birga vaqirsak ovozimiz kuchli bo'ladi. Birlashgan vaqtimizda kuchimiz bo'ladi. Kichik vaqtimda dadamning menga aytib bergan bir Nasir Dapandimning hikoyasi bor. Bir boy balasiga 10 balasi var 10 balasiga birdan 10 tal tayoqni berib sundiringlar desa, hammasi sundirib ekan, tugaydi ekan. Endi 10 tayoqni berib, hammani birlashtirib turib, birdan sundirib beqinglar deb 10 tayoqni bersa, hech kim sundira olmaydi ekan. Mana mushu misol men ismini bilsam, men dadamdan, oilamdan o'rgangan misol, mening hayotimda men buni bir o'zimga mayak qilib keldim va mushuningda men kuch olaman. Qancha hamkorlashsak, qancha bir-birimizga yordam qilsak, bir-birimizni ko'tarsak, mayli ayollar, mayli davodagi mening sabdoshlarim, men shuningdan o'zim ruhiy sog'lom bo'laman, xotirjam yostiqqa beshimni qo'yib uxlayman. Men buni sabdoshlarimdan shuni kutaman. Agar mening sabdoshlarim buni boshqalarga qilmasa, boshqalardan uni kutanmaydiki, oxirida yolg'iz qoladi. Bu dava hammamiz uchun, hammamiz bir dava uchun bu yo'lda biz bir-birimizni qo'llab quvvatlashimiz lozim. Rahmat. Rahmanlik muhim gaplarni qildingiz, rahmat Ro'shanada. Zubayra xonim sizchi? Siz bu savolingiz bunday yaxshi savol bo'ldi, menimcha. Xuloslagan gapimizni xulosalaydigan yerga keldingiz. Aferin Aytirik. Bu sog'lomlik masalasini biz boyimi so'zildik. Ro'shannikiga qo'shimcha mening demoqchi bo'lganim haqiqatan o'zimizni sog'lom tutishimiz bu bek muhimligini deb bo'ldik. Endi bu sog'lom tutishda har bir insonning o'zining tutgan yo'li o'xshash bo'lmaydi, o'zini qanday sog'lom tutishi. Bu bizga endi hozirgi sog'lomlik masalasi deganda keldigan narsa qirg'inchilik keldi. Chunki vatandagi vayronchiliklar keladi. Mesela Ro'shan bilan bizdaklarning u desa bizga bevosita keliglik. Mesela Ro'shanning hadisi o'zi deb o'tdi.
bekardan bekar begunoh yetyotidi. Mening inimmi begunoh yetyotgan 24 yil bo'ldi. Muddatsiz kesilib ketgan mening inim. Yana mushundaq ahvollar uningdan sirt bizda nurg'un yo'qotish bo'ldi. Malla emas. Unda nurg'un yo'qotish oilalar kirmang. Son sanoqsiz. Men yana Xudoga shukr, talaylikkanman. Eng bo'lmaganda Xudoyim menga shunday bir fursatni berib, men datlarimni to'kib oldigan yerim bor, so'zlarimni o'rtoqlashadigan sabdoshlarim bor, Ro'shanga o'xshash, mushtaq oilasiga o'xshash kelganlarga o'xshash. Chunki biz birga kelib, bir gaplarni so'zlasak, kimning nima deyotganligimizni bilamiz. Kimning ichida nima, garchi ko'rinishi degan gapi menda bo'lsa-mi, ichida qaysi o'tni ko'yayotganligini men ko'raman. Oson emas bu. Ammo mushundaq ahvolda turug'liq qanday o'zimizni sog'lom tuta olamiz? Qanday qilib o'zimizning ichidagi achchiqni, alamni davoga qo'shib olmaymiz va yoki munosabatlarga, insonlar bilan bo'lgan munosabatga, xizmat munosabatlariga aralashtirib, asharlarni qo'ch-qo'chan qilmaymiz. Bu ayirish bek muhim narsa bu. Mening dadim. U Ro'shanning dadi emas. Men o'zimning dadimni tatamsam, men o'chimni Ayturkdan, Ro'shandan olmasligim kerak. Men dattatqa vaqtimda, xapoqa vaqtimda. Chunki boshqalarning o'ziga yetib boshladi. Men doim shunday o'ylayman. Mening birinchi bo'lib ashunda xiyollar kelgan vaqtimda, o'zimni tushkun his qilgan vaqtimda, umidsiz his qilgan vaqtimda har qachon yaxshi ishni o'ylayman. Allohga cheksiz shukr, men bu qadar vayronlik qilingan bilan bir erkin dunyoda xohlasam gap qilma, xohlasam uni qilma, xohlasam maoshni qila olmayman, xohlasam dadimni to'kma. Allohga cheksiz shukrlar. Men shunday bir musofir dunyoda yashayapman. Mening 10 odamning oqsusam 10 odamning keyindik bir hayotim bor. Mening eng suydigan ballalarim bor, mening oilam bor, atrofimda meni suygan, meni qadrlaydigan do'stlarim bor. Kimning eshigini taraqqini echib kirsam, kel jonim deydigan mening bir qadrlik insonlarim bor. Buningga cheksiz shukr. Eng muhimi, har qanday vaqtda men o'zimning jay namozini sep beshimni yer qo'ysam, men ibodat qiladigan beshimizda Alloh bor. İnsanlar biz har qanday vaqt kelganda ajoyib o'zimizni qudratli his etamiz, ammo bizda qudratli bir kuch borki, bu yerda beshimizda Xudoyim bor. Har qanday nohaqsizlik bo'layotgan bo'lsa, har qanday barobarsizlik bo'layotgan bo'lsa, har qanday vayronchilik bo'layotgan bo'lsa, har narsani ko'rib turuvchi bir qudratli egimiz bor. Bu dunyoning tarozi shunday bir taroziki, sen bilan men tengshamagan vaqtida tengshab qo'yadigan bizning qudratli bir kuch bor beshimizda. Mana ashularning hammasi meni to'xtatib qo'ydi. Calm down. Unchalik nima qilib ketma. Bu jahonning so'rig'i bor. Jahon 15 kun qorong'u bo'lsa, 15 kun yo'q. Keladi bir kuni. Bu jahonda zulm san bu qadar bo'lib ketgan bo'lsa, sen tetigan zulmni yan tetidiganlar Xudoyim. Tetib qo'ydigan bizning kuchli bir narsa bor. Tanrimiz bor, Allohimiz bor deb. Shunday bir narsa bor. Menga demakki shu taraflarni aytgan vaqtda atrofimdagi janjigar do'stlarim, oilam, bo'libmi oilam, mening bolalarim menga bir kuch-quvvat berdi, madad berdi. Masalan, men ketib qolsam, bolalarim bor ekan, mening kelgusim bor ekan degan bir yo'lanchigim bor. Uningdan keyin har qanday bir ish yuz bersa, cho'qim uningda bir sabab bor degan narsani men kallamga kirgizib olgan. Demak, shunday bir ish yuz berdi. Mushu ishda bir xosiyat bor meningda. Agar mushular bo'lmagan bo'lsa, balkim men bundaq qilmas edim. Shuni o'tganda biz 2 kunlik yig'inga Ro'shanga dedim men, Ro'shan, shu sen bir qitim o'tirib, "Hey, mening nimamga tek baqsin, men bu haqning annomanisini ko'zga ko'rsatma" degandim, mushtashigan yurgim nima qildi, ko'nglim bek buzildi. Ko'nglim buzilgan haqiqatan, hozirmi buzildi o gapni desam. Demakchi, buning mushuning mashtaq bir ish yuz berdi. Bugungi Ro'shan, o'kungi Ro'shan emas. Buni men demasam hammanglar bilasizlar. Chunki Alloh işte hammamizga bir sabab, bir narsa bilan bir ishlarni qilishga bizga buyuryapti. Shuni bilsak, shu fursatni bilsak, shu ahvolni biz his qilsak, tuysak ichimizda. Mana shu his, tuyg'u, mala appreciation deydi-ku. Bu narsamizga shukr qilish deganni yaxshi ko'rmayman men shu gapni qilishni. Biroq amalim yo'q, ammo biz ba'zi bir narsalarga grateful, ashunday rahmat aytishimiz kerak deb qarayman. Shu bizga berilgan ashunday xilma-xil yo'llar bilan berilgan fursatlarni mahkam tutishimiz kerak. Shular orqali o'zimizni har qachon tanshab turish bek muhim. Har qachon o'zimizning nada turib, nada qotganligimiz bek muhim. Yana bir narsa mening prinsipim deydiganimiz, bizda bir naqshi bor.
yo'l bergin yo'l yurganlarga degan. Abdurahimning ashnaqsi chiqqan vaqtida men shunda xushib ketgandim. Yo'l bergin yo'l yurganlarga degan naqsha. Aşı naqsha har qandaq birisi yurman deyotgan bo'lsa, bizning da'voda bu hozir. Kim mushu men yuralayman, yurman, men mushuni qila olayman, bir peshidan chiqib birak chiqman desa, yo'l berishimiz kerak meningcha o vaqtida. Men azaldan shu prinsipim shuki, hozirmi shu, hech o'zgarmayman. Qilamga yeriq kelgan vaqtida biz bor. Qilalısın merhamet menisi mangsun, her kim bo'lsa mangsun. Chunki bu da'vo hammamizga yetadi. Shunchalik jiqki bu da'voda qildigan ish. Shunchalik jiqki u mavu avul emas, hammamizga yetadi bu da'vo. Har qachon ashta o'ylasak, bizga yo'llar shunchalik dag'dam. İçimizni keng qo'yib yetib, dag'dam yo'lga shunda qarsangiz huzur yurdi-chu sizga. Men ashundan huzur olaman. Mesela birisi chiqib, bugun Ro'shan Halifaxga mangdim deb rasmini chiqarib qo'yibdi-ki, qo'shildim. O, chiqibdi bizning bir Uyg'ur ayoldan birisi Halifax Security Council'da berib bir yig'inlarda so'zlaydi ekan. O'kin Rahima bir nimaga mukofot oldi Angliyada. Qo'shib ketdim. O, mashallah, ya'ni bizning bir Uyg'ur xonim Angliyani titirtibdi deb. Nuriya o'tganda mau Irlandiyada bir ishni nima qilib qo'ydi. Onun şunda qo'shib ketdim. Yana bir bizning xonim chiqibdi. Nim degan go'zal. Mashallah dedim. Ramila chiqdi Avstraliyada o'tganda. Avstraliyaning birinchi qitim media nimasiga majburiy emgak haqida narsa akirdi. O Ramila bir zamonlarda Uyg'ur davosi nimga xiyoliga kelmaydigan odam. Mashallah bu chiqibdi bugun Falastindan Uyg'urga o'zgaribdi dedim. Mashindaq. O'ylayli, har qachon bularning hammasi uftuq. Ular qilyapti, ammo men uni mening uftuqimdek his qilma. O'kin nima qildik? Ro'shan, Amerikaning demokratiyani ilgari surish fondininki mukofotiga erishdi. Bizning Uyg'urni unutqamapti Amerika dedim. Ashta o'ylayli. Chunki har bir Uyg'urning menvatqani, har bir Uyg'urning qilayotgan ishi hammamizning natijasi u. Hammamizning natijasi. Shundaq bir narsalarni akildi. Shuningga Aştaq narsalarning hammasi shunda huzur yerda o'tirib, huzurlanib ketma. Shuning rahmat lazım. Yo'l menayotganlar harmasin hech qaysi. Yurayversin yo'lida. Yo'l mang'amaydiganlar mang'aligidek yoki qila oladigan o'zimizning ishini qilsak, har qachon esimizda tutayli, har narsaning oqsida bir xayri bor. Oldin beshimizda bizni Xudo boy yaratganchu. Biz bak japotat ketmaganimiz yaxshi ba'zilarda hammani tangshaymiz, hammani tangshiguchi bor. Qo'limizdan kelganini qilamiz. Qag'in Xudoyimga. Bu jahonda yiqilmaydigan zolim, o'rilmaydigan mustamlikchilik, diktatorlik, yo'qolmaydigan zulm yo'q. Yo'qoladi hamma narsa. İnşallah adolat hammamizga keladi. Huzurli yashayli. Rahmat sizlarga. Amin. Men bu gaplarga %100 qo'shilganligimni bildirishdan sert birla eg'iz gap qilishni xohlayman. Haqiqatan Zubayra nayt yaxshi xulosaladi. Mening ko'nglimdagi gaplarni dedi. To'g'ri. Mana shu biz boshqalarning natijasi bilan huzur elishimiz, xo'shallanishimiz, bizga bir utuq kelganda bu mening emas, millatning tonilishi, millatningki sharifi deb bilishimiz lozim. Ham bu davoni hech kim shaxsiy mal mulki yoki shaxsiy bir odamning da'vosi deb qaramaslik lozim. Bu bir millatning muqaddas bir da'vosi. Bu millat 20 milyon bo'lsin, 30 milyon bo'lsin, shu butun millatga bu da'vo shu bizning butun millatimizga tava. Shuning uchun biz faqatlanmi bu millatning chokarlari, xizmatchilari, biz o'zimizga rahbar deb tamanno qo'ymasligimiz lozim. Har vaqt biz o'zimizni mushu millatning xizmatchisi deb bilgan vaqtimizda da'vo mening shaxsiy mol mulkim yoki shaxsiy ishim demay bir millatning xizmatini qilyapman degan vaqtimizda haqiqatan huzur olamiz. Rahmat, bek uzun bo'lib ketib qoldi. Ko'p rahmat Ayturk Nayt, yaxshi savollarni so'radingiz. Mening birinchi qatim bu faoliyatga Uyg'urcha bu programga qatnashishim, men huzur oldim. Rahmat. Rahmat sizlarga.
Benim için sizlerge şu köp rahmet demekçi. Benim için bek şereflik bir, mənlik bir söhbət boldy. Benim asl internetden de şunda ciddiçilikte ötken bu meni qaydan pişik doldurup şunçalik yılqı kilecekden qançalik parlaqlığı qaydan işengin yılqı işenç bäri mening üçün. Ve sizlerge oxşaş muşuna muhim ah köngül bütün hayatını muşuna muhim işler üçün atğan Uyghur ayalları, tıxan qızlar bilan söylüşüp pürsütüp bolğan üçün men özüm bek şeref ýas qatyma. Sizlerge köp rahmet. Bek yaxşı mənlik sözlerini qıldyk. Ve sizlerning muşunda ciddiçilikde wagtyňlarny çykyryp söhbət qilish pürsütimiz bolğan üçün men bek hoşal. Eň agydy bir hulasalaş üçün başta söhbetini başlayan ciddileşip unutup gelmendik. Bir söz öpeteyip koyuldum. Bizden bu ruhi sağlamlık teşebbüs grubumuz 2025 aydan başlap hazırgacha aktif boldy. Biz Uygurlarning muşuna müşkül günlerde ruhi sağlamlığının qançalik muhimligini emmiz bilimiz dep oylayma ve bunun üçün biz yardım berip muşunun oxşaş mənlik söhbetlerini hikayatınız ve kileşetimi yana jıq qıp yürümüz. Şundime bunun üçün muşunda bu teşkilatның bizning muşunda söhbət qilish fürsəti bergeniş üçün men bir rahmet aytar dep oyuldum. Sizlerge köp rahmet, bek mənlik bir söhbət boldy ve yaxşı suallarımı soraldy, seyir meni bek yaxşı geplerni qıldy. Hammaňa köp rahmet ve düşüşiňler haýyrly bolsun. Rahmet. Aman bolunlar.